Tırtışçılıkның ikkinchi kunisi. Manga o'xshash do'kon ochayotganlardan nechinglar bor? Pul tepish uchun nechayotamisizlar yoki boradigan yeringlarning yo'qligidan nechayotamisizlar? Bugun sizlarga jahondarchilik deydigan shu Abduvali Aysoning qalamida bitgan ajoyib isl yozmasini olib keldim. Yoqtirsanglar, meni qo'shib olib yuraklaringlarni berib qo'ysanglar, undaqda she'rga ketdik. Tirishmasak navoda bir kun. Kengri dunyo bo'ldi darchilik. Hech kishiga yaxshi qilmadi. Hammamizni jahondarchilik. Yo'qlayolmay ota-onani, balalarning bo'ldiq yamini, tushunibmi qolar hamini. Derdi eg'ir jahondarchilik. Demay turib g'amlaring bormi? Xapi texi qarindoshlarmi? Bizni shundaq yerga tashlarmi? Tugimaydigan jahondarchilik. Yarimidiq do'stimizgimi? Hatto yaxshi ko'rgan kishigimi? O'ng ko'zida qarab bizgimi? Ko'klitarmi jahondarchilik. Oson emas hech kimga yashash. Turmush uchun birimiz bardosh.